Assalomu alaykum. Fanimiz tarbiya. Mavzuyimiz men va mening do'stlarim mavzusi. Mavzuyimiz shiori do'st bilan obod uying. Gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ekan, vayronadir koshona ham. Darsimiz 3 ta maqsadga asoslanadi. Birinchisi ta'limiy maqsad, ya'ni o'quvchilarda do'stlik munosabatlari, o'zaro hamkorlik va bir-biriga bo'lgan hurmat hissini shakllantirish. Ikkinchisi tarbiyaviy maqsad, ya'ni do'st tanlashda qanday omillarga e'tibor berish kerakligini tushuntirib o'tish. Uchinchisi rivojlantiruvchi maqsad, ya'ni o'zaro munosabatlarda vaziyatlarni to'g'ri hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Dars rejasi 3 ta asosiy qismdan tashkil topgan. Bunda birinchisi tashkiliy qism, ikkinchisi asosiy qism hamda yakunlovchi qism. Tashkiliy qismda biz albatta o'quvchilar bilan birinchi navbatda salomlashib olamiz, so'ng davomatni aniqlaymiz, o'quvchilarni darsga jalb eta olamiz. Ikkinchi qism, ya'ni asosiy qismda esa biz yangi mavzuni bayon etamiz, ya'ni yangi mavzu haqidagi barcha tushunchalarni o'quvchilarga berib boramiz. Uchinchi qism yakunlovchi qism, ya'ni o'quvchilarni baholash, ularni rag'batlantirish hamda uyga vazifalarni berish bilan o'tadi. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, mavzumiz men va mening sinfdosh do'stlarim mavzusi. Sinfdosh so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, albatta esimizga maktab keladi. Maktab bu bizning ikkinchi uyimizdir. U yerda o'qiymiz, bilim olamiz. Maktabda yangi do'stlar orttiramiz. Maktabdagi fan va sport to'garaklariga istak va qiziqishlarimiz bilan boramiz. Unga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, maktabda o'qituvchilar o'quvchilarga dars berib borishadi. Darslarda o'quvchilar yozishadi, o'qishadi hamda hisob-kitobni o'rganishadi. Maktabda o'quvchilarning juda ham ko'p do'stlari bo'ladi. Ular tanaffusda birga o'ynashadi hamda bir-biriga yordam berishadi. Sport zalida, kutubxonada birga o'tirishadi, birga dars qilishadi. Albatta bundan kelib chiqadiki, maktab bu bizning ikkinchi uyimizdir. Endi darslikda berilgan rasmga qaraymiz. Rasm tagida yozilgan topshiriq. Rasmga qarang. Bu bolalar nimani yaxshi ko'rar ekan? Ular bilan o'rtoq bo'larmidingiz? Va nima uchun? O'quvchilar bu rasm orqali o'zlarining tushunganlarini o'qituvchiga bayon etishadi va bu topshiriq o'quvchilarning fikrlashini oshiradi hamda mustaqil fikrlarni ayta olishlariga, ya'ni ularning nutqini rivojlantirishga yordam beradi. Darslikda berilgan chivin, pashsha va asalari hikoyasini o'qib bolalarga tushuntiramiz. Ya'ni hikoyani o'qiydigan bo'lsak, chivin bir kuni pashshadan so'radi: "Bu yerda gullar bormi?" "Gullarni bilmayman-u, lekin axlat uyumi qayerda ekanidan xabarim bor", dedi pashsha. U yaqin atrofdagi barcha axlatxonalarni birma-bir sanadi. Bu axlatxonalar chivinga ma'qul keladi deb o'yladi. Chivin o'sha tomonga uchib ketdi. Yo'lda asalarni uchratdi. "Shu yaqin atrofda axlatxonaga duch kelmadingmi?" deb so'radi u. Asalari ko'rmaganini aytdi, lekin tevarak atrofda rang-barang gullar ochilgan gulzor borligi haqida xabar berdi. Gullar haqida zavqlanib so'zladi. Do'st tanlayotganda uning kim ekaniga e'tibor berish kerak. O'quvchilarga hikoyani o'qib eshittiriladi va ularning hikoyadan olgan xulosalari tinglanadi. O'quvchilarning fikrini yanada to'liq va aniq qilish uchun esa hikoyaning tagida berilgan savol va topshiriqlarga murojaat qilamiz. Ya'ni masalning bosh qahramonlarini ayting. Pashsha chivinga nima dedi? Asalari chivinga nima dedi? Sizningcha bu masal nimani o'rgatadi? Kabi savollar bilan o'quvchilarning fikrini to'ldirib olishimiz mumkin. Yangi mavzuni o'quvchilar qanchalik tushunganliklarini bilish uchun yana darslikdagi topshiriqqa murojaat qilamiz. Topshiriqda tasavvur qiling, siz jurnalistsiz, partadosh o'rtog'ingizdan intervyu olyapsiz. Undan quyidagilarni so'rang, deyilgan. Yoshing nechada? Sevimli mashg'uloting nima? Qaysi taomni yoqtirasan? Qaysi fanlarga qiziqasan? Kelajakda kim bo'lmoqchisan? Jurnalist suhbat qilmoqda mashqi. O'quvchilar partadoshidan savollar so'raydi bu mashqda. Bu o'qituvchi o'quvchilar haqida to'liqroq bilib olishi hamda partadosh o'rtog'ini yaxshiroq tanib olishi
olishiga va bu orqali o'quvchilarning do'stligini yanada mustahkamlashiga yordam beradi. Bundan tashqari, darslikda muammoli vaziyat metodi ham qo'llanilgan. Bu muammoli vaziyat metodining darslikda keltirilishidan maqsad o'quvchilarda mustaqil fikrlashni o'stirish hamda o'z fikrlarini erkin bayon eta olishlariga o'rgatishdan iborat. Muammoli vaziyatga keladigan bo'lsak, bu topshiriqda bu vaziyatlarning oxiri nima bilan tugashi mumkinligi so'ralgan. Bunda birinchi vaziyat: sinfdosh do'stingiz Said kasal bo'lib, bir hafta maktabga kelmadi. Ikkinchi vaziyat: Munisa bilan Gulbahor tortishib qoldi. Gulbahor xafa bo'lib, tinchlanib olish uchun sinfdan chiqib ketdi. Uchinchi vaziyat: o'rtog'ingiz Ilhom tanaffusda yo'lakdagi deraza oynasini sindirib qo'ydi, deb yakunlangan ekan. Bu vaziyatlarni o'quvchilar o'zlarini fikrlashlaridan, tasavvurlaridan kelib chiqqan holda yakunlashadi va buni o'qituvchiga aytib berishadi. Bu orqali o'quvchilarning fikrlashini, tasavvurini kengaytiramiz. Mavzuni yanada o'quvchilarga singdirish uchun albatta uyga vazifa beriladi. Uyga vazifa: gul rasmini chizing. Gulning markaziga o'z ismingizni, gul barglariga esa do'stlaringizning ismini yozing. O'ylab ko'ring, ular bilan nima uchun do'stlashgansiz? Do'stlar guli deb nomlangan bu mashqda gul chiziladi, markaziga o'quvchi o'z ismini yozadi va atrofdagi barglarga esa do'stlarning ismini yozadi. Shu orqali mavzuyimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.